Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jonuzog'ov. Bugungi mavzuyimiz bu quloqdagi shovqin haqida aytib o'tmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring. Sizga demak manzillar tushuntiramiz, qanday qilib biz bilan bog'lash mumkinligini tushuntiramiz va batafsil mana shu haqida aytamiz. Telefonimni ko'rib birdaniga shoshilib telefon qilmang. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Hammasini tushunib, undan keyin telefon qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir-birini to'g'ri tushungan bo'ladi. Chunki telefon qilsangiz ham boshqatdan videoni ko'ring deb aytaman. Xo'p. Demak, quloqdagi shovqin. Biz quloqdagi shovqinni, ya'ni tinnitus deb ataymiz. Uni turli xil insonlarda demak davolab ko'rganmiz. Ya'ni yosh katta, asosan yosh katta 70 dan oshgan, 60 dan oshgan, o'sha 50 dan oshgan odamlarda davolab ko'ryapmiz va davom etmoqdamiz. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu demak bemorimiz o'sha ancha vaqtdan beri quloqda shovqin bilan bizning oldimizga kelganlar va ma'lum bir dorilarni qilib, demak quloqda shovqinni bartaraf bo'lgan. Marhamat. Assalomu alaykum tengdoshlar. Men Qoraqalpog'iston Respublikasidan o'sha Samarqanddagi Medfaz klinikasida davolanyapman. Sharoitlarim yaxshi. Hamshiralari, doktorlarim yaxshi qarab turibdi. Kelganma 3 kun bo'ldi. Quloqimda shovqin bilan keldim. O'zgarishlar yaxshi. Lecheniyalardim yaxshi berib turibdilar. Qo'llarim hammasi kelib yotgan yerimda ishlab, to'qlarim o'zim bilan yetalab olib ketib, lecheni bilmaganligim uchun dorilarni o'zlari olib chiqib, yaxshi qarab turibdi tengdoshlar. Shuningdek, quloqlaringizda shovqin bo'lsa, boshlaringizda shum bo'lsa, kelib o'sha yerda davolanishlaringiz mumkin. 3 kunda o'zgarishlar yaxshi bo'ldi, Xudo xolasa. 5 kunda yaxshi bo'lib, hamma chiqib ketib turibdi. Qoraqalpog'istonga yorug' yuz bilan borganman Xudoyim. Demak, azizlar, ko'rib turganingizdek, quloqdagi shovqinlari bartaraf bo'lgan. Butunlay demak, o'sha ma'lum bir o'sha lecheniyalar qilganmiz va hozir biz o'sha mana shu vaziyat, mana shu holatni tushuntirib o'tmoqchiman. Oldimizga juda ham ko'p bemorlar keladi. O'sha deylik Qoraqalpog'istondan, vodiydan, o'zimiz Samarqandimiz atrofidan, Qashqadaryo, Jizzax tomonlaridan juda ham ko'p bemorlarimiz keladi va hammasida muammo o'sha tinnitus. Va biz o'sha audiometriyaga yuborgan paytimizda ularda ko'pincha neyrosensor tugi o'xis, ya'ni nerv bilan bog'liq bo'lgan qattiqquloqlik uchraydi. Va ular aytadiki, nevropatolog yuribmiz, doktor, shunga yordam bering deydi. Biz o'sha o'zimizni lecheniyamiz, o'zimiz davo usullarimizni qilganimizdan so'ng bemorlarimiz bizga aytadiki, doktor, mana 5 kunda, 6 kunda, 7 kunda yaxshi bo'ldim deydi. Ya'ni bu bilan aytmoqchimanki, men Alloh emasman, men Xudo emasman. Yana bir marta aytaman, Alloh taolo o'zini yaxshi ko'rgan bandalariga, mana shu yuribmiz, yaxshi ko'rgan bandasiga dard berar ekan. Ya'ni Alloh o'zini yaxshi ko'rgan bandasini sevgani uchun dard beradi unga va o'sha dardni olib beradigan qilib, sababchi qilib bizga o'xshagan doktorlarni qilib qo'yibdi. Avval Allohdan tibbiyotda garantiya degan narsa yo'q. Chunki ko'p aytiladi, garantiya berasizmi? Yo'q, biz garantiya bermaymiz, lekin shu paytgacha qaysi bemorim oldimga kelgan bo'lsa, hammasi mendan rozi bo'lib ketgan. Ya'ni mana shu dargohda, mana shu pirxonadan hammasi Xudo xolasa o'sha lecheniya bilan davo topib ketgan. Qo'limdan kelmasa aytaman, opajon, amak, qo'limdan kelmaydi. Ustozlarga boring, bolli takoy bilimliroq odamlarga boring deb aytamiz. Endi kelganlaringizdan keyin sizlarni demak davolashni boshlaymiz va davolashni boshlagan paytimizda azizlar, yotadigan bo'lib kelinglar, iltimos sizlardan. Siz Samarqand shahridan bo'lishingiz mumkin, Samarqand viloyatidan bo'lishingiz mumkin, siz chetdan bo'lishingiz mumkin, farqi yo'q. Yotadigan bo'lib kelinglar. Kamida 10 kun. 10 kun yotadigan bo'lib kelinglar. Shunaqangi nastroy va shunga yarasha mablag' to'plab kelinglar. Bizda bir kunlik yotog'imiz 450 ming so'm. Yotishga 4,5 million so'm ketadi. Dorilarga shu paytgacha mana ko'ryapmiz, 500 ming so'mdan 1 milliongacha ketyapti. Bu degani 5 million so'm plus minus ketadi degani. 10 kun 100% yotasiz degan joyi yo'q. Kimdir 3 kunda yaxshi bo'ladi, kimdir 1 haftada yaxshi bo'ladi, kimdir 5 kunda yaxshi. O'rtacha 5 kunda yaxshi bo'ladi hamma. 5 kundan keyin kelmasangiz ham bo'ladi deb aytaman. Lekin ungacha обязательно kelishlaringiz kerak, davo muolajalar olib ketishlaringiz shart, zarur. Usiz bo'lmaydi. Iltimos azizlar, yana bir marta aytaman.
Kelish niyatlaringiz bo'lsa, marhamat, mana shu lokatsiyamiz, demak, Samarqand viloyati Samarqand shahrining ichi, Abdulhasan больницаning orqa tomoni, shuni orqasi Dinamo stadioniga o'tib ketadigan yo'l bor. Ozod Sharq ko'chasi degan. Ana o'sha yerda Ozod Sharq 8-uy. Ya'ni klinikamiz o'sha joyda, shu manzilda joylashgan. Siz demak bemalol kelib, o'sha xohlasangiz klinikaga Medfast degan klinikada ishlayman. Xohlasangiz o'zimga telefon qilsangiz Maqsad Kamolov bo'ladi, chunki yozib qo'yamiz biz sizni. Bizning oldimizga juda ham ko'p turli xil viloyatlardan kelishadi va ertalab soat 4 ta, 3 ta telefon qiladi. Maksimalni ko'taraman u paytda ham. Uxlab yotgan bo'lishi mumkin, boshqa qilgan bo'lishi mumkin, yo'lni ko'rsatib yuborish uchun. Chunki ular birinchi marta keladi Samarqand shahriga, bilmaydi, yo'lni ko'rsatib yuborish uchun, demak, telefon qilaman. Telefon ko'taraman va ularga yo'lni tushuntiraman. Plus minus mana shu atrofda bo'ladi. Endi garantiya berasizmi, doktor, davo bo'lib ketadim degan joyda garantiya tibbiyotda yo'q umuman, aytib qo'yay. Garantiya umuman tibbiyotda berilmaydi. Bitta rolik ko'rib qoldim yaqinda, Gaymaritdan garantированно davolab beraman deyapti. O'shanda bir ustoz akamiz, ya'ni o'zim borman, lekin oftalmolog bir akamizni gapi esimda qoladi. Marvan Nurmet klinikasida ishlaydi u kishi, Ulug'bek akam. Ana shu o'sha kishini Jizzaxda, Marvan Nurmet klinikasida o'sha kishi aytdilar, Otabek, mana turli xil vaziyatlar bo'lyapti. Ko'ryapsiz, mana qaysidir shifokor odam o'ldirib qo'yapti. Yana qaysidir o'sha bloger qayerdir o'sha yomon bo'lib ketyapti. Nima uchun deganda, nima uchun deb so'ragan paytimda, doktor zaznavatsiya qilishni boshlaydi, ya'ni kibrlanishni boshlaydi. Men zo'rman deyishni boshlaydi. O'shandan keyin boshlanadi Otabek deganlar o'sha payt. Haqiqatda o'shanda rostdan ham, misol uchun siz sekin-asta boyagiday masalan bizda ham ko'p bo'ladi, og'ir kasallarni davolash boshlasangiz, o'sha ko'p joyda davo topolmay oldimga kelib davo topib ketgandan keyin, shunaqa kasallarni davolash boshlaganingizdan keyin siz haqiqatda o'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshishni boshlaydi. Bu yaxshi. Plus shayton ham bor bu yerda. Shayton ham aytadi, "Davay garantiya ber" deb turadi. Lekin yana bir marta aytaman, tibbiyotda garantiya yo'q. O'sha Gaymaritda davolayman degan opaga ham aytaman, garantiya bermang opajon. U doringiz o'ldirib qo'yishi mumkin odamni. Shu darajada bo'lib qolishi mumkin-da. Shuning uchun unaqa garantiya degan narsa Alloh taolo beradi natija. Biz Allohdan so'raymiz. Mana shu bemorimizga yaxshi niyat qilgan ekan, Allohim bizni sababchi qilib, o'sha mana shu chiroyli qilib, demak, rizqimizni halol qilib ber. Bolalarimizga olib borayotgan pulimizni har doim halol bo'lsin. Aldamaylik bemorni ortiqcha. Qo'limizdan kelmaydigan narsa bilan ishontirmaylik bemorni, umid bermaylik bemorga deb aytamiz va alhamdulillah har bitta kelayotgan bemorim juda ham mamnun chiqib ketadi mana shu yerdan. 5 kun, 7 kun, 10 kunlab lecheniya olgan odamlar hammasi. Birortasi qarg'ab, doktor shuncha pul sarfladim, bir tinch narsa bo'lmadi degan joyi bo'lmagan, Xudoga shukr. Chunki nima uchun sabab bizning niyatimiz to'g'ri. Bizning niyatimiz faqat pul ishlash emas. Bizning niyatimiz birinchi navbatda bemorga yordam berish, undan keyin albatta bemorga yordam bergandan keyin savobimiz ko'payadi, duo qiladi bizning bemorimiz va oxirgisi bu albatta pul topish. Bir yaxshi akamiz aytgandilar, men operatsiyani pul uchun qilmayman, lekin pulga qilaman degan. Men ham xuddi shunday bemorni pul uchun davolamayman, lekin pulga davolayman. Ya'ni buni fahmlash kerak. Nimaligini? Pul uchun biz hech narsa qilmaymiz. Men agar pul topaman deganimda edi, bo'sh vaqtimda borib taksilik qilar edim yoki bo'sh vaqtimda borib o'sha Amerikada o'sha turib nima deydi uni, operatorlik qilar edim, misol uchun ana trak-praklarda masalan, shunaqa narsalar qilar edim. Lekin u ishni qilmayman. Sababi men mana shu joydan rizqim, mana shu joydan pul topaman, mana shu joydan ota-onam menga duo bergan. Va mana shu joy bo'lganligi uchun ham men Allohimdan so'raymanki, menga haloldan rizq berdi. Shuning uchun azizlar, tushunaman. Bu summa kichkina summa emas. 5 million so'm misol uchun bitta lecheniyaga ketishi bu o'zi emas bu summani. Hozirgi sharoitdan kelib chiqib, mamlakatning globalizatsiyada urush janjollardan kelib chiqib aytaman, albatta bu kichkina summa emas. Lekin to'g'ri tushuning, biz Samarqand shahrining markazida turibmiz. Qo'pol qilib aytganda, kindigida turibmiz. Uni arendasi bor.
Undan tashqari mana bu svet, gaz deganda bino katta. U hamma narsa tan narxiga hisoblanib 450 ming so'm qilib qo'yilgan. Men necha marta aytganman, shu klinika egalariga arzonroq qilinglar deb, lekin ular ham Otabek qoplamaydi bo'lmasa deb tushuntirgan. Shuning uchun azizlar, iltimos qilib qolaman, yana bir marta skidka bizdan so'ramang, chunki men oddiy bu yerda ishchisiman. Ya'ni doktorman bu yerda, men oylik olaman bu yerdan va men ularga bosim qila olmayman. Bunchaqa ber, bunchaqa ber deb. 450 ming so'm 1 so'm pul tushilmaydi va men sizga mana shuncha 5 kunda, 6 kunda deb ayta olmayman. 10 kunlikni nastroy qilib keling. Agar 5-6 kunda yaxshi bo'lsa, bo'ldi, xola yaxshisiz ketavering deyman. Bir kun shovqin bo'lmadi, ertasi kuni ko'ramiz, ertasi kuni shovqin bo'lsa, undan kun javob berib yuboraman. Shunaqa qilib tuzaladi kasalimiz. Shuning uchun azizlar, mana shu narsalar, mana narxlar haqida aytdim. Demak, odzivni eshitdilaringiz. Agarda o'sha Alloh taolo bizni sababchi qilgan bo'lsa, marhamat, keling, biz sizga albatta yordam beramiz. 97-023-15-45 telefon raqamim, Instagram orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agarda siz boshqa respublikadan bo'lsangiz yoki mana shu video ostida to'g'ridan-to'g'ri men bilan aloqaga chiqish mumkin bo'lgan Telegram silkasi bor. O'shanga bossangiz men bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqasiz va demak lokatsiya tashlab qo'yishim mumkin bo'ladi. Azizlar, sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.